Iblislar qotilida kattakon muammo bor va bu animeni tipa detskiyligida emas. Ko'pchilik Demon Slayer hate yoki kritika qilish davomida animeni faqat yosh bolalar uchunligi, emotsional manipulyativligi, personajlarda unchalik sezilarli o'sish yo'qligi va yana boshqa ko'p minuslarni keltirib o'tishadi. Va agar hammasini o'z o'rni bo'lsa, meni fikrim bo'yicha bu animedagi eng katta minus Tanjiro'ni flashbacklar orqali yangi va yuqori darajadagi kuchga ega bo'lishi va uddalab bo'lmaydigan ko'ringan muammoni to'satdan uddalab ketishi. Uchun 3-sezon 11-qism Tanjiro kichkina formadagi Hantanguni quvib ketyapti. Iblis juda ham tez, Tanjiroga tezlik zarur, yaqqol muammo va uni personaj o'zida bor qobiliyatlar bilan yechish o'rniga Gotage Tanjiroga chaqmoq formasini ishlata olish qobiliyatini bergan. Chunki Tanjiroda buni Zenitsu qandoq ishlashini tushuntirgani haqida xotira bor. Vau! Muammo shundaki, bu intrigani o'ldiradi. Chunki agar muallif qiyin vaziyatlarni yozib, ularga o'zidan o'zi keladigan yechimlar bersa, buni nima qizig'i bor? Buning ustiga bu Zenitsu personajining syujetdagi o'rni va personaj sifatida qadrini kamaytiradi. Chunki Zenitsu uni shunchalik trenirovka qilib, mehnati va harakati orqali o'zini texnikasini rivojlantirganda nima foyda? Agar Tanjiro shunchaki bitta xotira orqali Zenitsu darajasidagi tezlikka erisha olsa, biling, kelinglar yaxshisi hamma hashni olib tashlaymiz va 8tasini hamma texnikalarini Tanjiroga beramiz. Axir unda flashbacklar bor-ku. Agar tanqid qilsam, taklif berdsanglar, muammosiz. Birinchidan, agar mantiqan asoslangan ravishda muammoni yechish yo'lini yoza olmasang, qiyin muammoli vaziyatlarni syujetga qo'shmaslik. Ikkinchidan, agar intrigali sahnalarni yaratmoqchi bo'lsang, ularni personaj yechishi uchun syujet bilan asoslab berish. Misol uchun, agar Tanjiro super tezlikni suv texnikasi orqali qandoqdir olsa, menda umuman muammo bo'lmasdi. Chunki uni kuchi shunga asoslangan. U bu texnikani rivojlantirish uchun sidqidildan mehnat qilib, ancha tayyorlangan. Qaysidir do'sti qachondir qandoq ishlashini tushuntirgandan emas. Afsuski, bu bitta alohida moment. Bunaqa flashback power-up sahnalar Iblislar qotilida ko'p. Va agar ikkita sezon va bitta filmda bu unchalik ko'zga tushmasa, 3-mavsumda o'sha jonga tegib, yaqqol ko'zga tashlanadi. Xullas, qissadan qissa shuki, bolajonlar, agar yiqilish xohlamasanglar, baland dorga osilmanglar yoki hech bo'lmasa oldindan xavfsizlik yostiqlari qo'yib olinglar. Kinoteatrda ko'rishguncha.